Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 2-iyul kunidan 5-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 3-iyul kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 2-4-iyul kunlari 15-20 daraja, 5-iyul kuni 17-22 daraja, kunduzi 2-iyul kuni 24-29 daraja bo'ladi. 3-5-iyul kunlari 31-36 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 2-3-iyul kunlari 30-35 daraja, 4-5-iyul kunlari 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-4-iyul kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 5-iyul kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Samarqand viloyatida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 4-iyul kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 2-3-iyul kunlari 32-37 daraja, 4-5-iyul kunlari 34-39 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2 va 4-iyul kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 3 va 5-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 2-iyul kuni 15-20 daraja bo'ladi. 3-5-iyul kunlari 20-25 darajagacha ko'tariladi, deyiladi meteo.uz veb-saytida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling.